Bulutlardan tepada joylashgan Minecraft Aether deb ataluvchi dimension bor. U yerlarda manzara cheksiz havoda suzib yuruvchi orollardan iborat. Aetherda o'yinchilar o'zini jannatdagidek his qiladi. Biroq men bu yerda nimadir borligini sezgandim. Nimadirni ham bezovta qilib bo'lmaydi. Va men bu dimensionning barcha sirlarini ochdim. Server yonishi bilan asosiy resurslarni to'plash boshladim. Sarı nima bu? Ko'mirga o'xshash narsa. Ha, bildim. Xullas, ko'k narsa bor, zinayt degan. O'shani topish kerak. Ko'k, siyoh rangi bor edi. Siyoh rang u olmos. Ko'k u temirda xuddi. Yo'q. Men do'stlarimdan biri Prime Sidex bilan yashirincha jamoa bo'lib oldim. Ha, bulut narsa otibdi. Otadi. Sizga otibdi. Himoya qilib turing. Qarasam o'yinchilar allaqachon Zenite topishgandi. Ya'ni Aetherdagi temir. Bu esa meni yanada qo'rquvga soldi. Buni. Aytling. Biroz vaqt o'tib, biz ham Zenite topishga muvaffaq bo'ldik. Buni. Tepaga. Tepadaman. Yo'q. Oldimizda ikkinchi darajali dungeon borligi va bizda deyarli hech nima yo'qligi sababli unga borishga qaror qildik. Bu yoqqa boramiz. Ichida nimadir topib olamiz deb o'yladik. Xullas, ichkarida anaqalar bo'ladi, sandiqlar bo'ladi. Sandiqlar qanaqadir moblarga aylanib qolishi mumkin yoki Valkirani urmay, ursangiz o'lasiz foiz. Okey, buni ichidan olish kerak. Nima bu? Shu kerak bo'lgan narsa keyinroq tushuntiraman. Okey, qilish bor ekan, buni olayman. Uf. Mana bormi, men chiqqan narsa. Buni urmaslikka harakat qiling. Mana blok bossiz chiqargan narsa. Shuni urmaslik kerak. Okey, tak. Opa. Bilet. Voy bilin. Voy. Qoching. Hadi git. Uygar mısın? Yürüyün. Cama. Oluruz. Öldü. Bir kafa qo'ygan. Bossga kuchimiz yetmasligini bilganimiz uchun ketishga qaror qildik. Qaysi qarab kelamiz? Bu yoqqa ketavering. O'zi shu yoqdan kelganmidik o'zi? Bu yoqqa ketamiz ekan. Bizga mana. Voy bile. Ben o'lamiz. Voy bile, yurish fashi. Men mamnay. Voy. Olayman. Ben oldu. Blok qo'yib o'ting, blok. Wix. Oh, Ma'mur o'ldirib yuborang. nimani? Bilmayman mana bu iskeletga o'xshab kamodarga. Og'zini otadi. Yo'q, baravar.
Minute Pro Max. Ko'proq ovqat kerak, men ovqat yo'lagan. Yo. Oh, zinayt topdim. Yo'q. Tak. O'zimga chestplate qolaman. Oh, ko'rdim. Oh. Quyonni qancha? Kallangizga kiyib olsangiz bo'ladi. Bilaman, qanday yechadi o'shani. O'sha tepaga qarab bosasiz ustiga right click. Keling, set qilamiz. Men ancha yig'dim. Ishtirokda hozir. Da. Yetarlicha zanayt topganimizdan keyin o'zimizga full zanayt set qilishga qaror qildim. No fucking way. Yo. I'm dead. No. Oh. Nima qilib yuribsiz-da? Kamon o'tadiganlar zaybal o'zinglar. Shu payt Sharif va Ismihok bizdan oldin ikkinchi bossni o'ldirishmoqchi edi. Biz esa birinchi bossni o'ldirishga yo'l oldik. Bile. Kimlar rosa qiynalyaptimi deyman-da. Da. Короче, mana bitta kichkinagina bazacha quramiz. Tak, mana structure topdim. Qanaqada? Qanaqa kattami? Yo, xorichidan. Da. No, unchalik katta emas, lekin katta desam bo'ladi. Rangi sariq, sariq emas. Tushunarli. Afinaga o'xshab ketadimi? Afina emas bor. Mana sunduqlarni o'ldirsa bo'ladimi o'zi? Da. Ha, o'ldirsa. Birinchi Valkiriyani o'ldirish kerak lekin. Valkiriyani o'ldirish Sariq. emas. Tak. Amberius Shard. Nima taqasi bo'ladi? Amberius Shardmi? Ko'mirga o'xshash narsa-da. Ko'mirga o'xshash? Ha, bo'ldi. Ha. Bloklar bormi? Sandiqda bor edi sho'san. Mana. Shakorni qo'sh ekan. Qurganimi? Yo'q. Anaqa nariyoqqa yo'l ochaman, nariyoqqa. Ha, bu olovli farqi. Men buni boshimdan qarab tushiraman. Shuni tepaga qarab right click qiling. Ha. O'ldirsa Pastga tushish kerak edi, xolos. Buni menimcha. Da. Voy, blin, silib qoldi. Xo'sh. Hech. Poison. Da. Iching mana. Nima? Yaxshi narsa. Yo! Hech. Nima bu, los? Hamda ichki narsa qolgan lekin. Voy, Mana. Jaladan. voy, blin, Zaynab bilan kelib. Qoching. Voy. Tak, ovqat mana ozgina bor. Golden ring. What the fuck is golden Mana ring? buni yeysiz agar joningiz kam qolsa bo'ldi. Mana buni ham olayman. 2 kishi urib olamiz. Da. Ketdi, birga kirish kerak turib. Ha, eshik yopilib qoldi. Da. Ana boshlandi. Yo. Uncha ko'p damage bermayapti, tak. Hozir beradi. Anaqaga tushib qoladi. Nima edi? Okay, raqam. Voy. Mana qizarib qolgandan keyin uradi lekin.
To'rtburchak final boss to'playapmi? Da. Bizdan topaylik. Bile. Faqat mana uradi. Ha, to'rtburchak. Az target qo'ygan. Men ustiga chiqolmaydi ham, voy bilan chiqarkan. Bular pashta bo'ldi. Yo'q, haromi. Bo'ldi. Kalit. Oching uni. Kal. Eshikni tushib oching. Hop, nimadir bo'lib ketmaymi? Ya. Yo'q. Yo-ho. To'g'ri, men bir narsani sinab ko'ray. Qarang. Alright. Qarang. Ya, oling dashitdi. Yo! Ay. Mana bu narsa tushdi. Buni, короче, right click qilasiz. iPhone. Picture. Menda 7 ta bor bundan hozircha. Amacha o'q. Bu cloud stuff. Oo, zo'r narsa bu. Shamol o'tadi. Picture. Jonim ketyapti. Hali beri qanday ishlatishni bilmayman, lekin yaxshi narsaga o'xshayapti. Bo'pti. Ovqatlashing ovqat. Tak, mana pishmagani bor ekan. Mana bundan bor ozgina. Ana shu narsaga. Mana ikkita narsa turishini. Zo'r turar ekan lekin. O, olmos. Birinchi bossni mag'lub qilgach, men Flaming Swordga ega bo'ldim. Mana bundan olma tushadi. Olma beradi bu. Ko'rdim. Ammo Sharipov va Mihawk hali ham ikkinchi bossga qarshi jang qilarkan, meni ichimdagi qo'rquv tobora oshib bordi. Sababi Azerdagi eng kuchli qurol aynan o'sha bossdan olinadi. Yo, onini. Yo, haromi. Ketdi narsa. Yo, shu ta, Bluetoothga tushdim. O'ldirsan. Nimaga? Buni ham shu. Banga ham. Yana bitta anaqa topdim. Keyin esa men Alex? yana bir bronze leveldagi dungeon topdim. Nima ketyapti? Ana uni. Birinchisi bor edi. O'shandan yana bitta topdim. Yana yuz qilamiz. Qarang. E'ni bosing, e'ni. Aha. Ama odamingizni chat taraf pastida bo'lib turib ko'rasiz. Da. O'shani bossangiz, dальше yana nimadir solib qo'ysa bo'lardi. Da qo'ygan. Zenite ring qo'yganman. Keyin pendant qo'yganman. Taqinchoq bilan ring. Ya shu armorga o'xshab qo'shsa kerak nimadir. Yo, haromi. Bunda eritib bo'lmaskan. Pechga eritib bo'lmaskan, pechga nima eritadimi? O'zini qanadir narsasi bo'lishi kerak. Enchanter. Nima ekan? Enchant. Voy, bila chiqmayapti. Craft qanaqa uni? Mana narsa. Mana shu bo'lishi kerak. Ha, bila. Da. Mana qo'yish kerak. Ana undan bormi sizda? Absurdion shardmi? Ketdi. Topdingizmi Sharipov? Banga ham topdingizmi? Connection man tabii. Ha, şükür. Yo. O'ldirish qiyin ekan. Yo harom qizil bo'ldi. Oh. Thank you. Bir, iki, üç, Oz oldu. beş, altı. Tamam. on. Ketdi. Voy, yo. Neydan? Mana kamon chiqdi sizga. Yetarlicha loot yig'ganimizdan keyin biz ham Silver Dungeonga yo'l oldik. Tak, to'xtang. Urushdan oldin gaplashamiz. I wish to fight you.
I have medals. Nature stuff. Control small. Small. Olov ta'sir qilmas ekan bunga. Yaxshi, uncha Shimi mon? Mon shimi? qiyinlik qilmayapti-ku. Yo bile. Bu harom. Sakranmaysiz tursa. Shimi mon? Voy. O'raman olsin. Water. This nigga. This nigga. Shu harom. Bro. 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 Hadi. Nima qilishim kerak shuni? Nima berishim kerak? Bor. Ey, nima bilan kitvarlar? Anaqa Monni bitta o'simlik bor-ku, o'shanga go'sht tushadi. Bilaman, deb qiynab qoldim. tushungan go'shtchi. Yo. Da o'sha haromidir. Haromidir. Bo'ldi. Bittada. Haromidir. Saydex qan? Saydex? Bro. Sharipov menga mana kerak maydi. Zenite. My God. Zenite. Ikkinchi bossni ham mag'lub qildik. Lekin Lightning Sword yo'q edi. Hafsalamiz pir bo'lib, uyga qaytdik. Ammo to'satdan Yo, what the? What the fuck? What the fuck? Yo! What the? Fuck no, bro. Voy jala. Sharipov va Itsimxaq bizni kutib turishgandi. Ular Flaming Sword'ni olish uchun kelishgandi. Sababi ularda allaqachon Lightning Sword bor. Okay. Keyin esa charchaganim sababli o'yindan chiqib ketib, dam olishga qaror qildim. Va qaytib kirib, Saydex topgan qishloq oldiga keldim. Bu narsa o'ta katta. Nima ketdi? Don't count your moons. Okay, ketdi. What the? Shotgun slot nuclear has a 25% chance to strike attackers with lightning. Grants protection against lightning strikes. There's a crystal heart. Slot increases the viewer's maximum health. What the hell? When equipped plus 10 max health. Oh. Really, bro? Really? Qishloqda eng qadrli ikki narsani topdim. Crystal Heart va Shock Pendant. Ular menga katta ustunlik beradi. What? Lightning Sword topish maqsadida ko'proq dungeonlarga bordik. Yo. Va oxiri Okay. final bossni mag'lub qilishga kirishdik. O'xshoqlana to'g'risini o'qiy. Okay.
Yo. Yo, suvim qan? Okey, suv qo'yish foydasi yo'q demak. Demak, suv qo'yish foydasi yo'q. Tushunishim bo'yicha qilishimiz kerak bo'lgan narsa undan chiqqan muzni o'ziga qaytarib olishimiz kerak. Olovni emas, muzni. Okey. Muz. Voy, blin. Mana bo'ldi. Mana. Voy, blin. Yes. Kalqan. Ammo bitta muammo bor edi. Menda hali ham eng kuchli armor yo'q. Va uni topish uchun ko'proq gold dungeon topish kerak. What? Ko'rib turganingizdek, men Aizarda qilish mumkin bo'lgan barcha narsani qildim. Va o'zimga eng kuchli armor, eng kuchli qilich va cheksiz ovqat to'pladim. Ammo meni hali ham bir narsa qo'rqitardi. Shu hammasimi?